Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekiston aviakompaniyalarining Moskvaga uchgan bir nechta reyslari boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Bunga esa dron hujumi sabab bo'lgan. Barchani Alloh asrasin. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. O'zbekiston aviakompaniyalarining Moskvaga parvoz qilgan bir nechta reyslari boshqa shaharlarga yo'naltirildi. Bunga dronlar hujumi sababli havo hududi yopilishi sabab bo'lgan. 6-may kuni kunduzi Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida Ukraina dronlari hujumlari tufayli samolyotlarni qabul qilish va jo'natishga cheklovlar joriy etilgan. Moskva meri Sergey Sobyanin 6 va 7-may kunlari 30 ga yaqin dron hujumlari qaytarilganini ma'lum qildi. Boshqa shaharlarga yo'naltirilgan reyslar quyidagicha: 9619 Namangan Moskva va 9671 Toshkent Nijniy Novgorod reyslari Ufa shahridagi zaxira aeroportiga, 605 Samarqand Moskva, Vnukovo reyslari esa Sankt-Peterburg shahridagi zaxira aeroportiga yo'naltirilgan.